Hürmetli vatandaşlarım, endi bir işke cümle sözleyle. Bugünkü leksiyelerimizde anlap olduk, dikkat kıldığım bir nokta Amerika Koşmuş Ştatları hükümeti hazır. Cungu Amerika münasebetinin etraflığı, barlık cereyanı kayıtedin tekşürüdü degan gep ortaya çıktı. Siz bizni hoş kılıdığın gepler, karış alımız. Nime için hoş bulunuz? Moşundaq tekşürüş kayadan kayaga berip çetildi, onu bilmeymiz. Lekin hoş bilimiz, şundaqla Amerika Koşmuş Ştatları hükümeti Prezident Trump bu yolda galbi tilaymiz, tutuq tilaymiz. Bu yolda şu işleri becerigüçe, hizmetlerini işgal çıkargıça salametlik. Onun deyin kim hem salametlik tilaymiz. Prezident Trump gayret ve şicaat tilaymiz. Ben hazırlıkça anlaşımça materyallarda tolak görüp götürüş bir adam bu mümkün emez. Amerika Koşmuş Ştatları'nın Cungo'nun tarihi. 35 yıllık deydiğen gepleme var. Şundaqla sizlerine haberlerde var. Prezident Trump Aksaray'a kirgende Prezident Trump'ın iştaşlarından biri ve kolluğucusu boğan dağındar siyasi ve Amerika'da sabık 3. derecelik əməldar. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi Avam Palatası'nın palata başlığı boğan Gingrich Efendi şundaq degen idi. Ben şu vaxtlı sizlerge leksiya qılıp sözlegen idim. Esenlarda bolsa kerak. Nime dedi biz Cungo Amerika o'tirisidagi 84 yıllık münasebet tarihini tekşürüp çıkımız dedi. Meyli 35 yıllık münasebet tarihi bolsun. Meyli 84 yıllık münasebet tarihi bolsun. Agar Amerika Koşmuş Ştatları Cungo o'tirisidagi münasebet tarih, soda berişkileş münasebetleri tarih, diplomatiya sahasındaki berişkileş münasebetleri tarih, mesela uruş, Uluq Okean uruşu, Tinç Okean uruşu, Uluq Okean uruşu devrindeki uruş tarihi münasebetleri, bir-biriga yardım berişler. Bir-birde yardım talep kılışlar. Bundaq bolganda Cungo'nun Amerika'dan yardım talep kılışı 99%. Belki Amerika Cungo'dan Cungo'nu uruş meydanına aylandırış üçünla kısmen dair talep koygan buluşı mümkün. Muşu münasebetler. Bu münasebetler 84 yıllık tarihi münasebet. Yaki 35 yıllık tarihi münasebet bolsa en mühimi. 1940 yılından tatip 1945-gacha bo'lgan 5 yıllık münasebet tarihi. Yaki 37 yılı 31 yılı Yaponiya Qoraqaldiqda jang qilishga chiqib, Cungo'ga tajovuz qilib kirgan. Men arliq leksiyada so'zlaganda nima dedim? Cungo'liklar o'zi chaqirib kelgan. Yaponiya tajovuz qilgan emas, Cungo'liklar o'zi chaqirib kelgan. Agar bu tarixlar tekshirildigan bo'lsa, navbatda prezidentimiz Trump efendi 14-15 kunlari Finlandiyaning Helsinki shahriga berib, Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishdi. Bu tarixni bir aslab chiqishini prezidentimizning hurmati bilan talab qilamiz. Shundaqla prezidentimiz Trump efendining bu qatim Prezident Vladimir Putinga haydakchilik qilib 1945-yili imzolangan Rus-Xitoy shartnomasini, 1950-yili imzolangan Rus-Xitoy shartnomasini bekor qilishini, vaqti o'tdi deyishini va shu yo'sinda Prezident Vladimir Putinga prezidentimiz Trump efendining haydakchilik qilishini ve hizmet işlişini ümit qilamiz. Biz baştaki leksiyalarimiz dedik-ku. Hazır Cungo Amerika münasebet tarixini tekshirishning vaqti yetib keldi. Çünkü Prezident Trump'ның shundaq haydakchilik qilishi amaliyotda Amerika Qo'shma Shtatlar Cungo Kuomintang hukumati o'rtasidagi munosabatlar, Cungo Kompartiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi munosabatlarning hammasi bu tarixiy munosabatlardir. Bu ham tadrijiy tekshiriladigan munosabatlardir. Prezidentimiz Trump'a g'ayrat, shijoat, utuq, kuch ve siyasette karakter, bizden karakterini davamlı işga
selişini dileymiz. Aynı çağda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Roosevelt urush davrida, Ulug' okean urushi davrida shundoq degan edi. Jungo qudratli to'rt davlatning qatoriga kirish kerak. Jungo qudrat topgan davlatga aylanish kerak. Ve urushdan keyin, Ikkinchi dunyo urushidan keyin Yaponiya urushdan chekinib chiqqan yoki Yaponiya ko'shdan harbiy zo'mgarlikdan qolgan mushundaq bir ahvol ostida Jungo Osiyoda bu bo'shliqni to'ldirish kerak degan edi. Bugun qaraymizki, urushdan keyingi bugun qaraymizki, shu Jungo Dünya Savdo Tashkilotiga elib kirdi Amerika Qo'shma Shtatlari. Shu Jungo Dünya Savdo Tashkilotining nizomnoma prinsiplariga amal qilmadi. Shu Jungo Amerika Qo'shma Shtatlari chaqiriq qildi, murojaat qildi, demokratik o'zgartish, demokratik islohot elib berish, siyosiy islohot elib berish to'g'risida taklif qildi, fikr qo'ydi, maslahat berdi. Lekin bu Jungo Amerika Qo'shma Shtatlarining bu talablarini, bu fikrlarini qabul qilmadi, pisand qilmadi. Keyingi 40 yillik tarix yoki Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jumhur Xalq Jamhuriyati o'rtasida o'tgan 30 yillik savdo munosabatlarida Xitoy hukumatı Amerika Qo'shma Shtatlaridan hayon oldi. Foyda oldi. Qizil raqam bilan foyda oldi. Texnika aqliy mulk huquqini majburlash shaklida o'tkazib oldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining patent huquqini shirkatlarning texnik kuchini o'tkazib oldi, setib oldi. Majburlab shirkat qurishga rag'batlantirdi yoki shirkat qurishga majburladi. Mushu orqali ham Amerika Qo'shma Shtatlarining dollariga erishdi, ham Amerika Qo'shma Shtatlarining texnik kuchiga erishdi. Masalan, biz boshida so'zlab o'tgan Johnson shirkati Amerika Qo'shma Shtatlaridan setib oladigan Android bilan oxiri berib harbiy kuch, harbiy texnika, harbiy aslahalarni taraqqiy qildiradigan bir davlatga, shu orqali Amerika Qo'shma Shtatlariga va butun dunyoga tahdid soladigan, iqtisodiy tajovuzchilik bilan shug'ullanadigan, yangi mustamlikachilik bilan shug'ullanadigan bir davlatga aylandi. Biz leksiyalarimizni so'zlayotgan vaqt yangidan mansabga o'ltirgan Wang Qishan Amerikaga keldi degan. Biz 2-3 qatimliq leksiyada ko'rdik, Wang Qishan Amerikaga yetib kelolmadi. 7-oyning 6-kuni qilaman deganini qildi prezident Trump. Baga va'dasini ishga oshirdi prezident Trump. Saylovchilarning yuziga tikilib qaramadi, balki ularni xo'sh qildi prezident Trump. Oxiri 7-oyning 6-kuni Jumhur Xalq Jamhuriyatiga baj ishlari bo'yicha, ya'ni tamoyil beji ishlari bo'yicha baj qo'yishni, dastlabda 34 milliard dollarlik baj qo'yishni e'lon qildi. Endi bugunlardan tunugun kuchi so'zlashdik. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Jungoga 200 milliard dollarlik tamoyil beji qo'yishni e'lon qildi. 10% baj qo'yishni. Hozirgi xabarlarda Allah xolisi bu yil 11-oyda o'tir mezgillik saylam oxirlashgandan keyin prezident Trump hukumati Jungoga yana davomli baj qo'yishni o'ylashyapti. Biz yuqorida ko'rsatdik, hozir Tayvan bozori, Tayvan bo'g'ozidan 2 harbiy parxod o'tdi. Endilik Tayvan bo'g'oziga o amatkilar kirishi mumkindir. Hatta harbiy parxodlar Tayvanni ziyorat qilishi mumkindir. Demek hozir 2 yillik siyosat. Tayvan bo'g'ozida harbiy parxod, Jungo Amerika munosabati o'rtasida savdo berish kelish, savdo surkilishi, savdo urushi 7-oyning 6-kuni shundaqli Chavshanning hozir gepida yeni bo'lganligi va uning sal quyruq ko'tarib qolganligi va bu sabablarni Jungo hukumatining keltirib chiqarganligini prezident Boshning qiyos emas, qayd qilganligini leksiyalarda ko'rib o'tdik, hurmatli vatandoshlar. Ziddiyat bir jarayonning boshlanishidir. Yoki bir jarayon boshlangan aman ziddiyat shu yerda bu.
Jarayan davamlaşıdı. Bu başlanış jarayan davamlaşıdı. Kengiydi. Toğrısığı kengiydi. Uzunluğu kengiydi. Ziddiyet muşu jarayanda onun karakteri özgürüp mağlı. Başta nime dedik? Evvel işler Soğudu uruşudan başlangan edi. Birinci Dünya uruşu idi. Keyin İkinci Dünya uruşunun özüm iqtisat meselesiga berip taqalgan edi. Hazırkı vaziyet tarihteki şu vaziyetlerge oqshab kelyapti. Bundan hazır insanlar odamlar qo'rqishga, o'diqishga boshladi deb ko'rdik. Biz bu yerda qoyil bo'lgan bir nuqta shukanki, hozirgacha mushu 1 yildan ortiq vaqtgacha prezident Trump Oqsaroyga kirib vazifaga o'ltirgan bugungacha qilaman deganini qildi. Birinchi Jungo qaratgan siyosatda olamshumul o'zgarishlarni paydo qildi. Endi ular harakat bosqichiga o'tganda buning natijasining qanday bo'lishini biz bugun shuni taqozolar bilan kutib turibmiz. Men o'ylayman, hurmatli vatandoshim, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoga qaratgan siyosati belgilanib bo'ldi. Hozir boshda Singapurdagi tadqiqotchi nima debdi? Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'tirishga ziddiyat, so'rkilish va raqobat geopolitika sohasida yuz beryapti. Geopolitika sohasi yuz beryapti. Hozir Jungoda bo'layotgan ishlar to'g'risida xabarlar intayin az. Chunki Jungo hukumati dahshatli qamal qilyapti. Masalan, Jungoning ichki qismida nima o'zgarish? Jungo jamiyatining o'zi iqtisod sohasida nima o'zgarish? Masalan, hozir xalq puli yana tushib ketdi. Hozir 6 da 6 bo'ldimi? 6 da 7. 6 da 7 mi bo'lishga ko'tarilyapti. O'zgaryapti. Ba'zilar deydi bunda pul pahalılığı yoki pul kursining qimmatining tushib ketganligi Amerikadan o'ch elish deydi. Masalan, yana nima deydi? Hozir Jungo hukumati Amerikadan